Welcome everybody, it's Ahmad Qadirov, and in today's lesson we'll talk about a very important thing, upper intermediate level vocabulary in use, guessing and explaining. Ya'ni juda ham muhim temani o'rganamiz. So'zlarni bilmasangiz ham tushuna olish va ularni tushuntirib bera olish. Working out the meaning from context. Ya'ni birinchi shu narsani o'rganib chiqamiz. There are a number of clues that you can use to help understanding a meaning of unfamiliar word. Juda ham ko'p holatda yangi so'z bilmaymiz va lekin buni ma'nosini tushunib olsa bo'ladi. Like you can understand from the context. Ya'ni kontekstni ishlatish orqali. Masalan, visual clues. Ko'rib turayotgan narsangizni ishlatsangiz bo'ladi o'zingizga yordam berish sifatida. Masalan, a picture in the book. Kitobdagi rasmga qarab yoki kinodagi vaziyatga qarab turib, ular nima haqida o'sha so'z nima anglatishini tushunishga qilsangiz bo'ladi. Masalan, your own background knowledge about situation. Yoki o'zingizni bu mana shu sohadagi bilmingizni ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, deylik, if you already know that there has been an earthquake in a big city, then you will find it easy to understand the word earthquake when you hear a new broadcast about it. Agar siz umringizda deyapti, mana bu yerda yer zilzila bo'lgan bo'lsa, umringizda ko'rgan bo'lsangiz bu narsani va televizorda ingliz tilida earthquake haqida gapirsa va o'sha voqealarni earthquake zilzilani ko'rsatsa, siz bu earthquakeligini deb gapirganda nimaligini tushunasiz. The words around unfamiliar word yoki o'sha notanish bo'lgan so'zni atrofidagi so'zlar bizga doim yordam beradi. Masalan, Tara picked one tall yellow gladiolus to put in her new vase. Even if you have never seen or heard the word gladiolus, it's clear from the context that it's a type of flower. Даже umringizda umuman eshitmagan bo'lsangiz ham bu so'zni tushunarli bu yerda bu bir qaysidir bir gulli bir turida, chunki vazaga qo'yiladigan uzun bir anaqani terib oldi sariq, u aniq bu yoki grammarni ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, it is clear that superstitious must be an adjective. Superstitious adjective'ni aniq bilasiz, chunki Alejandro is very superstitious and would never walk under a ladder, or that gingerly is an adverb. Mike came gingerly down the stairs trying to avoid all the broken glass. Ya'ni tushunasizda, ya'ni noundan oldin adjective kelishini agar grammar qoidalarini o'rgangan bo'lsangiz, masalan, it's an amazing right person, like a fabulous person deganda fabulous nima bu? Demak, bu qanaqadir o'sha insonni tasvirlovchi adjectiveligini siz tushunishingiz kerak. Chunki qoida bo'yicha doim adjective bilan noun birga keladi. Similarity to other words you already know in English. Ingliz tilida juda ham oila guruhlari bor, ya'ni so'z oilalari bor. Ularni bittasini bilsangiz, qolganini ham bilishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, oddiy so'z deylik, act, action, active, activity, activation misolda endi bir-biriga juda ham o'xshash so'zlar bizga ancha-muncha yordam berishi kerak. Mana shu bilmingizni ishlatishingiz kerak. Masalan, headscarf. Umringizda eshitmagan bu so'z bo'lishi mumkin, lekin buni it's easy to work out. Что boshga kiyiladigan sharf ma'noda keladi va uni tarjima qilib olsangiz, ayollarning hijobiga to'g'ri keladi bu ingliz tilida. Structure. Struktura ham e'tibor berasiz. Masalan, suffikslarni yaxshi bilish, prefikslarni yaxshi bilish. Agar bularni bilmasangiz, albatta yaxshilab o'rganib chiqing. Bular ham yordam beradi. Masalan, deylik o'sha ordinary, extraordinary da qo'shimcha degan ma'no bildiradi yoki usual, unusual anaqa qilish yoki like, dislike negative qiladi dis chunki agree, disagree negative qiladi. Даже disagree ni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz ham siz dis qo'shimchasi nima ma'no berishini bilsangiz, ma'nosini tushunib olasiz o'sha. Demak, suffix prefikslarni yaxshilashimiz, grammarni ishlatishimiz, o'zimizni bilgan so'zlarni kontekstda, visual, audio kontekstlarni ishlatishimiz kerak. Shundan tashqari, there could be a word that is similar to your language. Ya'ni o'zimizda ham shunga o'xshash so'zlar bo'lishi mumkin. Masalan, for example, gift in English means a present, but in German gift means poison. Da albatta har xil so'zlar ham bor, false friendslar ham bor, lekin true friendslar ham bor. Masalan, international wordslar bor, computer, internet, bu so'zlar bizga yordam beradi. Yoki ingliz tilidagi so'z bilan o'zbek tilidagi so'zlar qaysidir birlari yoki rus tilidagi so'zlar o'xshab ketishi mumkin. Shunga e'tibor berish kerak. Masalan, funksiya rus tilida, o'zbek tilida ham даже funksiya deyiladi, ingliz tilida ham function, masalan. Following expressions are useful in trying to learn. Agar siz endi kimgadir tushuntirib bermoqchi bo'lsangiz va u so'zni bilmasangiz, nimaligingiz esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, mana bu so'zlar orqali tushuntirsak bo'lar ekan. It's probably something a bit like. U nimagadir ozgina o'xshaydi. Masalan, chairga o'xshab ketadi, siz tushuntiryapsiz. Masalan, bizda o'zbek tilidagi taburetkani yo boshqani. Has got to be something you use for. Bu nimaga ishlatamiz masalan? Nimaga o'xshaydi, nimaga ishlatamiz? And it's kind of nimaga o'xshab ketadi mana? It's kind of bird, musical instrument, or building, right? Dutorlarni, doiralarni tushuntirayotganimizda. Masalan, men shu doirani tushuntiradigan bo'lsam,
demak inglizlar bilmaydi bu narsani. Men tushuntiraman. It's probably a bit like drum, but it's not. It's different, deyman. It's something you use in the weddings and in, concert and music as a background to give the background music, deyman. And it kind of round in shape, but it's not that, big as what is it, like drum. I think it must make a great sound because it has inner part has this hollow part where open rings, to make that beautiful sound. Tushunyapsizlar? Yana mana shunaqa qilsak, o'zimizga o'zimiz yordam beradi. Mana bu yerda ham mashqlar bor ekan, tushunib anglab olsa bo'ladi-da. A tortoise is a shelled reptile famous for its slowness and longevity. And then more than 150 years deyapti. Qarang, nima lifespan of more than, men uni lifespan so'zini bilmasam ham men buni guess qila olishim kerak edi. 150 yildan oshiq yashayotgandagi buni umri uzoqligi degan ma'noda kelyapti. Longevity shuning uchun mashhurmi? Ya'ni uzoq umr ko'rishi bilan mashhur. Shell degan ustida buni shell bor va bu reptiliyaga kiradi oilasi. Shunaqa, demak bu mana shu darsdan keyin siz ham keyingi safar yangi so'z uchraganda prosta tarjima qilib yoki nima qilmangda, Google ga shoshilmangda, mana Google so'ziga o'zingizni miyangizdagi Google ishlating. Ana shu juda ham foydali bo'lishi mumkin, okay? Thank you so much. Have a good time.